Ko'pchilik bu sirni bilmaydi. Eng yumshoq tovuq go'shtini qanday tayyorlash mumkin? Tovuq qanot uchlarini kesing va tovuqni uzuniga 2 bo'ling. Tuz va qora murch seping. Pech panjarasiga tovuqni qo'ying. Sariyog'ni kichik bo'laklarga bo'lib, tish cho'plari bilan tovuq ustiga biriktiring. Kartoshkani tozalang. Katta bo'laklarga bo'ling. Tuz, murch, zaytun moyi bilan aralashtiring. 2 ta sabzini tozalang. Yupqa doira shaklida kesing. Qo'ziqorinlarni maydalab sabziga qo'shing. Sarimsoq kukuni bilan aralashtiring. Sabzavotlarni tovoqqa soling. Ustiga panjaradagi tovuqni qo'ying. Pechni 200 gacha qizdiring va 45 daqiqa davomida pishiring. Go'sht usti qizarib, ichi yumshoq va suvli bo'ladi. Ushbu usul bilan tayyorlangan tovuq va sabzavotlar juda mazali chiqadi. Hech qachon muvaffaqiyatsiz bo'lmaydi. Har kim uchun oddiy, tejamli va foydali retsept. Sinab ko'ring. Albatta yoqadi.